Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanining olis mahallalarini obodonlashtirish, hududlar qiyofasini yaxshilash va aholiga qulaylik yaratish borasidagi ishlar uyushqoqlik bilan amalga oshirilmoqda. Bunda aholi bandligini ta'minlash eng ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Olib borilayotgan islohotlar samarasini Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi Xalqobod mahalla fuqarolar yig'ini misolida guvohi bo'lishimiz mumkin. Yangiyo'l tumani axborot kutubxona markazi. Ushbu axborot kutubxona markazimizda 33.172 ta adabiyotlar mavjud. Ulardan badiiy adabiyotlar, bolalar adabiyoti, ensiklopediyalar, prezident asarlari hamda boshqa tildagi lug'atlar mavjud. Tashkil bo'lganiga 5 yil bo'ldi. Shu muddat ichida biz kitobxonlarni jalb qilib, ularni xohlagan kitoblarini olib kelib berishga harakat qilamiz. Bizda kitoblarni olib foydalanish bepul. Yangiyo'l tumani axborot kutubxona markazidan ko'proq o'quvchilar hamda talabalar foydalanadi. Ularga milliy sertifikat olishga hamda o'qishlarda foydalanish uchun badiiy adabiyotlardan kelib foydalanishadi. Bizning kutubxonamizga kitoblarni Turon axborot kutubxona markazi hamda Alisher Navoiy milliy kutubxonasidan beriladi. Bu bizni Yangiyo'l tumanimizni kichkinagina muzey tashkil qilganmiz. Aynan o'sha Yangiyo'l tumanida ishlab ijod qilgan ijodkorlarimizni bibliografik obzorlari berilgan bu yerda. Tumanimizni mashhur odamlarini ijodlari, yozgan she'rlari, hikoyalari, kitoblari joylashgan va tumanimizda ishlagan aynan o'sha davlat aktivlari haqida ma'lumotlar ham berilgan bu yerda. O'sha Yangiyo'l tumanida ishlab kelgan insonlarni hayot tarzlari, Yangiyo'l tumaniga aynan o'zlarini rivoji uchun qo'shgan hissalari, ma'lumotlari berilgan. Muzeyimizda Yangiyo'l tumanining o'tmishi hamda hozirgi zamonida ijod qilayotgan ijodkorlarni kitoblari joylashtirilgan. Bu yerda Yangiyo'l tumanida faoliyat yurg'izayotgan korxona va tashkilotlarda ishlab chiqariladigan mahsulotlardan namunalar qo'yganmiz. Yangiyo'l tumanidagi korxonalardan biri mana to'qimachilik fabrikamizni aynan ishlab chiqariladigan kiyimlaridan namunalar, nimalar ishlab chiqarishadi. Bular hammasini o'sha bizning muzeyimizga tashrif buyuradigan mehmonlarimizga tanishtirib boramiz. To'qimachilik fabrikasining mana iplari, konserva zavodidan chiqariladigan mahsulotlar, bular hammasi hamda bu yerda Yangiyo'l tumanini ijodkorlarining kitoblari ham mujassamlashgan. Bu Yangiyo'lning yangi odimlari kitobi. Yana bizda o'zimizni milliy urf-odatlarimizga mos bo'lgan kiyimlarimiz joylashgan, tarixiy kiyimlar. Bu burchagimizda nodir adabiyotlar joylashgan. Aynan o'sha tarixiy kitoblarimiz muzeyimizga kitobxonlar tomonidan sovg'a qilingan. Bularni yoshlarini ko'rsatib o'tganmiz. Masalan, mana 91 yoshga kirgan kitobimiz bor, 71 yoshga, 62 yoshda kitoblarimiz bor. Bu bizni chin ma'noda haqiqiy boyligimiz, bizni tariximiz, faxrimiz bo'ladi. Keling, sizga muzeyimizdagi eksponatlar haqida ozgina ma'lumot berib borsam. Mana bu bizni o'sha qadimda ishlatgan yog'och idishlarimiz. Bunga ota-bobolarimiz ovqat solib iste'mol qilishgan. Bu Xo'rozqandning qolipi. Yana qadimda ishlatilgan bizda mana lampamiz, lampa chirog'imiz. Bizda Yangiyo'l tumanimizda paxtachilik bilan shug'ullanadi, bug'doychilik bilan shug'ullanadi. Ana shulardan ham namunalar qo'yganmiz. Kelgan mehmonlarga shularni tanishtirib o'tamiz. Aynan bizning Yangiyo'limiz qanaqa tarixga egaligi, nimalar bilan shug'ullanganligi haqida ma'lumotlar berib boramiz.